Demak, qarang, abituriyentda ajoyib zo'r masala bor. Demak, yong'oqlar soni 411 ta va uni bo'lab olgan Sanjar O'ktam sohib G'anisher Sanjar bilan O'ktam 2-3 nisbatda to'g'ri proporsional miqdorda bo'lib olgan. O'ktam bilan sohib 7 va 5 ga 5 nisbatda proporsional teskari proporsional miqdor bo'yicha bo'lib olgan. Sanjar bilan G'anisher 9 va 4 proporsional teskari proporsional miqdorda bo'lib olgan bo'lsa degan savol. G'anisher nechta yong'oq olgan degan ekan. Demak, biz Sanjar bilan O'ktamni 2-3 nisbatda to'g'ri proporsional bo'lgani uchun 2-3 deb oldik. O'ktam bilan sohib teskari proporsional miqdorda 7 va 5 ga mana shu tartibda yozdik. Sanjar bilan G'anisherni teskari miqdorda bo'lgani uchun 9 va 4 ga k taqsim 9 va k taqsim 4 qilib oldik. Bu yerda Sanjarni mana bu yerdagi yong'oqlarning proporsionallikdagi mana bu umumiy qiymat yong'oqlar soni, bu ham yong'oqlar soni bir-biriga teng bu. Tushunarli? Demak, yozib olamiz, qarang. 2n teng k taqsim 9 ga. Demak, Sanjarni birinchidagi taqsimotdagi yong'oq bilan mana bu yerdagi yong'oqlar soni teng. Endi bu yerda yana tenglik bor. Hozir mana shu yerdan k ni topib qo'yaylik. K teng bizaga 18n tursin. Endi mana bu yerda ham bu ikkalasi teng ekan. 3n teng m taqsim 7 ga. Bu yerda m ni topamiz. 21 kara n deymiz. Ya'ni maqsad keyinchalik bir nomalimni tenglamaga olib kelish. Demak, bo'ldi. Shular tengligi ma'lum. Ana endi yozamiz. Xo'p, umumiy yong'oqlar soni bizaga 2n, Sanjardagi yong'oqni bittasini olamiz. O'ktamdagini olamiz. 3n va sohibni mana bu m taqsim 5 ni olamiz. Qo'shamiz. G'anisherni k taqsim 4 ni olamiz. Yong'oqlar soni yig'indisi 411 deyapti savolda. Bu bilan qo'shsak 5n qo'shilgan, diqqat qilamiz. M ni o'rniga 21n ni qo'ysak 21 kara n taqsim 5 bo'lyapti. Qo'shilgan k ni o'rniga 18 k ni qo'ysak 18 ko'paytirilgan n taqsim 4 teng 411 bo'lyapti. Bu kasrga umuman xaraj bersangiz, bunga 20 ta, bunga 4 ta, bunga 5 ta, bunga 20 ta bersangiz, shunda nima bo'ladi? Shunda nima bo'ladi qo'shlar? Bunga 100n, bunga 4 ta bersak, qo'shilgan 84n, bunga 5 ta bersak 90n bo'lyapti. Teng bo'lyapti 20 kara 411. Ya'ni 20 kara 411. Bularni qo'shsak necha bo'ladi? 274 kara n teng 20 ko'paytirilgan 411. N ni topsak necha chiqdi? 30 chiqdi. Endi bizga nimani so'ragan? G'anisher qancha yong'oq olgan degan. G'anisherning yong'oqlar soni k taqsim 4 ta. K ni o'rniga biz 18 n ni qo'ysak, 18 kara n taqsim 4 ni qo'ysak, n ni o'rniga 30 ni qo'ysak, 18 kara 30 taqsim 4 necha bo'lar ekan bu? 135 ta G'anisher yong'oq olgan ekan. Misoli zo'r ekan. Yaxshi misol ekan. Demak, eslab qoling, bu misolni yana qaytadan ishlab ko'ring. Demak, 135 degan javob chiqdi. Qayta ishlab ko'ring, yaxshi eslab qolasiz. Juda zo'r misol ekan.